Uchonaga bizani quruvchilar mana Xitoydan qolishmayapti. O'jani shahar ustiga shahar qurgandek. Mana shu yerda Rustavelli, Yakkasaroy kelganinglarda yo'l yuzdan Prestige bor, JK Prestige. Shu yerda 4-qavatini qaranglar qilib qo'yishganni. Mana bunaqa detskiy plashatka o'tiradigan joylar qilib qo'yishdi. Mana manzarani ko'rsataymi? 4-qavat. Mana shunaqa o'zining mana bunaqa xollari bilan. Xullas, shu yerda 2 xona 11-qavat chiqqan, o'zi 14 etajli novostroyka, Yevro remont, mebel texnikalar bilan juda bir go'zal remont bo'lgan ekan. Hozir ishlarini ko'rsataman sizlarga. Eshiklar ham sensorli, har qayerda premium klass ekan. Mana bundoq kirib kelinglar, o'zi kirgandan o'zingizga shundoq uy tortadi mana. Stroyni shu yerda ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Mana yog'imiz mana dush, unitaz, kir yuvadigan mashinalargacha qilib qo'yishgan. Mana endi yog'imiz mana spalni, konditsionerlar bor mana muzdekini, spalnilarni ko'rsatayim. Hammasi yangi. Dizayner ishlagan alakani kuyovi. Xullas, balkonga oshxonadan ham chiqsa bo'ladi. Yog'imiz mana zal. Zal ham kompaktni, hozirgi kunda katta zalda kerak emas. Mana televizorlari, bu yerda ham konditsioner bor. Xo'p, mana oshxonamiz mana kupeyni qilingan, ko'rib turganinglardek juda qulay. Mana bu yoqda moyshi, xolodilniklari ham turibdi. Bu yoqda xullas mana bu yoqda balkoni ham bor o'zini. Mana vidni ko'ryapsizlar, mana bemalol Toshkentni tomosha qilib o'tirasizlar. Xullas, 48 kvadrat, 2 xona, Yevro remont, mebel texnika, juda chiroyli remont qilingan. Bu yerda o'zi bunaqa narxlarda yo'q ekan. Xullas, narxini egalar 107 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joy bor. Pastda egalar nomeri, aloqaga chiqinglar. Hammanglarga shunaqa uylar nasib qilsin, tamom.